kunga to'lgan kuni farishta kelib 4 ta narsasini yozib qo'yadi peshonasiga. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli baxtsiz bo'lish. Mana 2 ta narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonning hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka. Millionta odam siz haqingizga 1000 yilda yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashasa yashamaysiz. Yashamaysiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiq al-wa'd al-amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah